Assalomu alaykum, kanalimizning hurmatli obunachilar. Videoligimizda Urganch shahrining bir zo'r yerida joylashgan g'ishtdan qurilgan 2 qavatli binoni 2-qavatida joylashgan 2 xonali Yevrotamirdan chiqqan kvartira bilan tanishib chiqamiz. Ham arzon narxda, hurmatli obunachilar. Место положенияsi bunda bizning Gagarin maktab, bilasizlar, bunda bizning Urganch Xanqa yo'li, Darrakda Shark, Arrakda Voyankomat, xullas mestasi zo'r edi. Maktab bog'chasına gina bo'lsa, maktab bunda bizning Zerrenskiy, ya'ni Zerrenskiy deb Gagarin maktab, rus maktab, Darrakda o'zimiz o'qigan 11-maktab bor. Uni Zerrenskiy deyiladi. Avval endi Sambla aytiladi bu 11-maktab. Bozora borib yurishlarning shart emas, o'sha Shark magazinda, ya'ni Sharkda mini bozor hamma narsa bor. Transportga keladigan bo'lsak, bu yerdan Xanqani, Bog'otni, Xozariston avtobuzlari polностью o'tadi. Urganch markazida ham bozorga boraman desangizlar. Yo'q desangizlar 4-9 ham o'tadi. 2000 manat bilan xudo xolasa Urganch markazida ham bozorga tashiydilar. Nima deymiz? Mestasi zo'r, bahasi zakonning 2-etaj, kirpichli dom. Alыңlar, hurmatli obunachilar, agar shunday bir arzon joy qidirib yurgandan so'ng shularga tashab qo'yinglar. O'zimizda gap bo'lishi mumkin emas. Qani ketdik esa. İçalar bilan bir danışamiz, ularla bir gap aytib o'tchakman. Agar kimda kim ko'chasi mumkin satchak bo'lsa, bemalol bizning kanalimizga murojaat qilishlari mumkin. Satishga yordam qilamiz. Endilikda bizning kanalimizni YouTube'dan tashqari Telegram bilan Instagramdan kuzatishingiz mumkin. Ular silkalarini YouTube'ga chiqqan har bir videoni kommentariyasidan tashlab boramiz. Girib podpisatsiya qilib qo'ysangiz, xalasangiz Telegram, xalasangiz Instagram. Hurmatli obunachilar, bunning joyini qo'ldan chiqarmanglar. Mestasi zo'r, maktabi, bog'chasi yanimda ertaga sataman desangizlar ham zo'r variant. Nechun desa, 2-etaj kirpichli dom, beton emas. Va issiqqina. Qani ketdik esa xudo xolasa, ichalar bilan bir tanishib chiqamiz, hurmatli obunachilar. Hurmatli obunachilar, joyimizga yetib keldik. Joyimiz 2-qavatda joylashgan 2 xonali kvartira. Joyimiz 100% remontdan chiqqan, hurmatli obunachilar. To'g'ri kelib yashayveradigan, hattoki inen go'rtolaringizning prixoshkasigacha qildirib qo'yibdilar. Ya'ni kiyim osib, ko'rishganimda pastga qo'ygan yeri. O'taverasa joyimiz qo'ydan chiqib, potbolxona montajini qo'yibdilar, xudo xolasa. Yana bunda bizning girmada vannasi ham ayrim yerlardan kasherlar urilgan, ayrim yerlardan maslaning kraskalar urilgan. Unitazi, vannasida kirmashin 100% ishlab turibdi, hurmatli obunachilar. 100% ishlab turibdi. Hurmatli obunachilar, joyimizni 3 xona qilsangiz ham bo'ladi. Ya'ni bu tarafda joyimizning balkoni bor. Bu kuxnyani balkonga ko'chirib turib, buni bir xona qilsangiz bo'ladi, lekin основной joy 2 xona. Bu tarafında kuxnyasi, yana bunda zali, ara tarafında spalnyasi. Hurmatli obunachilar, qani kuxnyasidan boshlasak. Joyimizda yana bunda bizda kotol ko'rib turganingizdek. Joyimizning kotoli ishlab turibdi. Aynalari akvaplastik olmadan jaluzilar osilgan. Hurmatli obunachilar, bunda bizning kuxnyamiz fartuklarning urilgan 60-60 granitlar kuxnya bilan zo'tilgan. Yana bunda gaz plitamiz. Tak, suvimiz ham suv bor. Suvdan muammo yo'q. Hurmatli obunachilar, keyingi masalada bunda bizning zal. Bu yoqda ekan buning. Neyse. Tak, kulchatira. Bu zalimiz razmeri 3.10 5.50 razmerda tushgan. Berimiz ham oboylarni ko'rib turibsizlar, mo'yshi zakonning oboylardan bosilgan. Oyoq telarini chiroyli hollarda o'shab qo'yibdilar. Joyimizda Wi-Fi ham bor. Patologini ko'rib turibsizlar, natijnoy zakonning guli natijnoy qilingan. Bu tarafimizda bizning balkon ham bor, hurmatli obunachilar. Balkonni hozir mayda chuyda narsa qo'yadigan yer qilib qo'yibdi, elektriklatibdi. Bu yoqda balkon. Evvel kuxnyamız şöyleydi. Kuxnyanın joyini ko'chirib, berek kakishlik balkon foydalanilgan vejani qo'yib qo'yibdilar. Bir elektrikli. Joyimizda gap bo'lishi mumkin emas.
Aboylar ham yaxshi aboylar basılgan, eshiklar ham yaxshi eshiklardan qo'yilgan. Yan tarafimizda bizning spalnyasi. Berimiz ham polnus remontdan chiqib turibdi. Konditsionercha hattoki qo'yilgan. Yine görtülaringizning patologlari shu spalniya mos etib natijalar qilingan. Ataplenasi o'tgan berim. Aynaları akfa, jaluzilar asılgan. Hurmatli tomoshabinlar, berimiz razmeri 250'ye 550 razmerda tushgan. Görtülaringizning berimiz ham aboylar basılgan. Ayak tileri taxta, pol. Hurmatli tomoshabinlar, bellada suv, svet, gazdan muammo yo'q. Bog'chasi, maktabi yanında. Transportdan ham muammo yo'q. Nechun desa, shundan Xanqa yo'luna chiqsangiz, ya tushirdik-ku. Shu yerdan 9, 4, Xanqani, Qazarisni bog'atgan avtobuslari yurib turibdi. Endi bu yerda bozorga borish problemasi yo'q. Nechun desa, bu yerda Shark bor. Sharkka boradigan bo'lsangizlar, anan bozor baqa, Kerchga piyoz. Hamma narsa shu bozordan nima bo'lsa, Sharkdan bor. Nechun desa, bizning iloj shu bo'lgan, bozorga kimdan kim borilgan, hammasi shu olingan. Hamma narsasi bor. Maktabi, Gagarin maktabi, yana yo'lning ustini ko'rsatib o'tganimdan hem bir tarafta o'zlarimiz o'qigan 11-son maktab bor. Endi bizdan ulli esir vaqtida o'qigan odamlar Dzержинский deb aytadi, ana shu maktab. Ham boshida уже Go'rash maktabi. Так что bog'chasi maktabidan muammo yo'q. Transport ham aytib o'tgandan g'ijim-g'ijim transport yurdi bellardan. Ham desa joyimizni dokumenti bir odamning odinda, bir odam propiskada. Ya'ni Rossiyada, masalan, propiskadagi odam Rossiyada deb bir narsalarni oldirib o'tirish shart emas. To'g'ri kelasizlar, saningizlar ustunda оформление qilib olaverasizlar. Hech qanday muammosi yo'q, hurmatli tomoshabinlar. Dokumentini doğru notariusda oldi berdi deb adlarınızı o'tirib olaverasizlar. Endi keyingi masalada novla qolishi, novla ketishini kelib uyni egasi bilan o'zlaringiz ustunda gaplashib olaverasizlar. Hech qanday ne emas, masalan, palama chiqaradi deb keyin kommunum bo'lib chiqsa, shuning uchun ustunda kelib gaplashganlaringiz ma'qul deb o'ylayman. Hurmatli tomoshabinlar, görtülaringizning zo'r joy bilan tanishib chiqdik. Iloji bo'lsa, Mınnin 2 kanalı ekonom variantda joy qidirib yurgan odamlaringizga tashab qo'yasizlar. Bir like, bir kommentariya. Shunda joy qidirib yurgan odamlarga bir nangiz bo'lar edi, nodatan bir yordamingiz bo'lgan bo'lar edi. Shuning uchun tashab qo'yasizlar. Hurmatli tomoshabinlar, shu bilan bu uyimizga bag'ishlangan videolarimiz o'z qanday yetib boradir. Keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolamiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, kanalımıza podpisatsiya qilishni unutmanglar. Videomiz yoqqan bo'lsa shu like, kommentariya kutib qolamiz. Kimki neki ish boshlagan bo'lsa, hammamizning boshlanishimiz xayrli bo'lsin. Rahmat e'tibor uchun. Keyingi videolarda sog'likda, omonlikda ko'rishguncha deb qolamiz. Hammaning yaxshi kun, to'y tomosha bo'laversin. Hurmatli tomoshabinlar, like'larni gumurdatamiz, film vaqtlarini kommentariya yozib qoldiramiz. Hurmatli tomoshabinlar, joyimiz adashmasam kirpichni, pishgan kirpichdan solingan dum, beton emas. Shundan bir aytib o'tayim dedim. Filmlarni gumurlatamiz, filmlarni to'liq yaxshi filmlar qildiramiz. Nechun desa, yaxshi niyat etgan odam Alloh taolo yaxshilarini beraveradi.